Senga nima? Gapiraverasan-da, to'ng'illadi Karlson jahli chiqib. Buzishdan osoni bormi? Buzishga buzib qo'yib, bu ro'zg'orda bo'ladigan gap-ku. Xafa bo'lganingga arzimaydi deyish hammaning qo'lidan keladi. Menga qiyin, menga. Essiz. Minorani mana shu jajji qo'llarim bilan quruvdimi? Karlson shunday deb do'mboq qo'llarini Mitvoyning xuddi tumshug'iga tiradi. So'ngra u qovog'idan qor yog'ib yana kursiga o'tirdi. Yo'q, sira chidolmayapman, deb to'ng'illadi. G'azabim qaynab ketyapti. Mitvoy judayam dovdirab qoldi. U nima qilarini bilmay serrayib turardi. Oraga uzoq jimlik cho'kdi. Nihoyat Karlson g'amgin bir ohangda gapirib qoldi. Agar yana biror kichkina sovg'a olsam, balki xursand bo'larman. To'g'ri, ishontirmayman-u, lekin menga biror narsa sovg'a qilsa, balki shu bilan xursand bo'larman. Mitvoy stol yoniga chopib bordi-da, uning tortmalarini titkilay boshladi. Eng qimmatbaho narsalar o'sha yerda turardi. Xilma-xil markalar, rang-barang dengiz toshlari, rangli bo'rlar, qalay askarchalar. Kichkina elektr fonarcha ham o'sha stol tortmasida edi. Mitvoy bu fonarchani juda ehtiyot qilardi. Senga shuni sovg'a qilaymi? Dedi u. Karlson fonarchaga yalt etib qaradi-yu, darrov unga jon kirdi. Nima kerak edi? Qurgan minoram bundan 1000 marta ortiq edi-ya, albatta. Lekin sen menga shu fonarchani bersang, sal-pal xursand bo'lishim mumkin. U seniki, dedi Mitvoy. Yonadimi? Deb so'radi Karlson shubhalanib tugmachasini bosarkan. Ura, yondi, deb qichqirib yubordi u. Uning ko'zlari ham sevinchdan porlab ketdi. Juda yaxshi bo'ldi-da. Kechqurunlari uyimga ketayotganimda shu fonarchani yoqaman. Endi qorong'ida quvurlar orasida adashib yurmayman, dedi Karlson fonarchani silab. Bu gaplarni eshitib Mitvoy juda xursand bo'ldi. Endi uning birdan-bir orzusi Karlson bilan atiga bir marta tomma-tom yurish. Qorong'ida bu fonarcha ularning yo'lini qanday yoritishini o'z ko'zi bilan ko'rish edi. Mana, Mitvoy, yana kayfim chog' bo'ldi. Bor, dadang bilan oyingni chaqir, tanishib olaylik. Ular kinoga ketishdi, dedi Mitvoy. Men bilan uchrashish o'rniga kinoga ketishdimi? Dedi Karlson hayron bo'lib. Ha, hammasi ketishdi. Uyda faqat Betin bilan uning yangi ermagi qoldi. Ular yemakxonada o'tirishibdi. Biroq ularning oldiga kirish mumkin emas. Iya, nimalar deyapsan? Dedi Karlson. Nima, sen xohlagan yeringga bora olmaysanmi? Yo'q, bunga biz yo'l qo'ymaymiz. Qani ketdik, olg'a. Axir men qasam ichganman, demoqchi edi Mitvoy. Karlson uning gapini bo'ldi. Men ham agar biror adolatsizlikni ko'rsam, unga o'sha zahotiyoq xuddi qarchig'ayday chang solaman, deb ont ichganman. U Mitvoyning yoniga keldi-da, yelkasiga qoqib qo'ydi. Xo'sh, nima deb va'da qiluvding? Bugun hech kimga ko'rinmayman deb va'da beruvdim. Bo'pti, hech kimga ko'rinmaysan, dedi Karlson. Aytchi, Betaning yangi ermagi juda ko'rging kelyaptimi? Rostini aytsam, juda ko'rgim kelyapti, dedi Mitvoy kuyib-pishib. Ilgari u bir shalpangquloq bola bilan do'st edi. Bunisining qulog'i qanaqa ekan, shuni juda ko'rgim kelyapti. Ha, men ham uning qulog'ini jon deb ko'rardim, dedi Karlson. Bir daqiqa, sabr qil. Hozir bir yo'lini o'ylab topaman. Har xil sho'xliklar, hiyla-nayranglarni dunyodagi eng ustasi tomdan yashovchi
Karlson, mana men bo'laman. Karlson tevarak atrofga bir qarab qo'ydi. Bilasanmi nima qilamiz? Deb baqirib yubordi u. Ajolni imlab ko'rsatdi. Xuddi shu ajol bizga ish beradi. Biror chora o'ylab topishimizga sira shubha qilmasdim. Xo'sh, nima o'ylab topding? Dedi so'radi Mittivoy. Yemakxonada kechqurun hech kimga ko'rinmaymiz deb ont ichgansan-a, shundaymi? Biroq ustingga ajol yopib olsang, seni hech kim ko'rmaydi. To'g'ri, lekin deb e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi Mittivoy. Hech qanday lekin yo'q deb shartta uning gapini bo'ldi Karlson. Agar ajol yopib olsang, ajolni ko'rishadi-yu, seni ko'rishmaydi. Men ham ajol yopinib olaman, meni ham ko'rishmaydi. U Beten uchun juda og'ir jazo bo'ladi. U shunchalik nodon ekanmi? Endi o'zidan ko'rsin. Bechora Beten meni ko'rolmaydigan bo'ldi-da. Karlson kravatdan ajolni sidirib oldi-da, ustiga yopdi. Bu yoqqa kel, tezroq kelsang-chi, deb chaqirdi u Mittivoyni. Kel, mening chodirimga kir. Mittivoy lip etib ajol tagiga kirdi. Ikkovi ham xursand bo'lib, piqillab kulib yubordi. Axir Beten yemakxonada chodir ko'rishni istamayman deb gapirgani yo'qdir. Chodirni ko'rganda hamma odam ham xursand bo'lishadi. Ayniqsa ichida chiroq yonib tursa, judayam sevinishadi. Karlson fonarchasini yoqdi. Beten chodirni ko'rib xursand bo'lishiga Mittivoy unchalik ishonmasdi. Biroq qorong'uda ajol tagida Karlson bilan yonma-yon turish, fonarcha bilan yo'lni yoritish shunday mazza, shunday qiziqarli ediki, Mittivoy xursandligidan hamma narsani unutib yuborgandi. Mittivoy Betenga xalaqit bermay xonasida chodir tagida mazza qilib o'ynasa bo'ladi, deb hisoblardi-yu, biroq Karlson ko'nmasdi. Adolatsizlikka hech ham chidolmayman, dedi u. Nima bo'lsa ham yemakxonaga kirishimiz kerak. Mana chodir eshik tomonga siljiy boshladi. Mittivoy Karlsonning orqasidan izma-iz borardi. Ajol tagida kichkinagina do'mboq qo'lcha chiqib, sekin eshikni ochdi. Chodir qalin parda bilan to'silgan dahlizga chiqdi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, deb pichirladi Karlson. Chodir asta dahlizdan o'tdi-da, parda oldida to'xtadi. Beten bilan Pelening g'ung'illab gaplashishlari endi ancha aniq eshitilib turdi-yu, lekin baribir so'zlarini anglab olish qiyin edi. Beten bilan Pelega ko'chadan tushib turgan yorug'lik yetarli bo'lsa kerak. Yemakxonadagi chiroq o'chirib qo'yilgan edi. Bu juda yaxshi bo'ldi, deb shivirladi Karlson. Qorong'uda fonarchaning nuri yana ham yorug'roq bo'ladi. Lekin u har ehtimolga qarshi hozircha fonarchasini o'chirib qo'ydi. Biz ular sira kutmaganda to'satdan lop etib kirib boramiz. Karlson ajol tagida qiqirlab kuldi. Chodir pardani asta sekin surib yemakxonaga kirdi. Beten bilan Pele ro'paradagi kichkina divanda o'tirishardi. Chodir ularning oldiga sekin yaqinlasha bordi. Men hozir seni o'paman, Beten. Mittivoy bolanikiday ingichka ovozni eshitdi. Bu Pele juda g'alati ekan-ku. Mayli, dedi Beten. Keyin yana jimlik cho'kdi. Chodirning qora soyasi polga tovushsiz sirg'alib borardi. Divanga atiga bir necha qadam qolgandi. Biroq Beten bilan Pele hech nimani sezmay, miq etmay o'tirishardi. Endi sen meni o'pgin, Beten. Pelaning qo'rqa-pisa gapirgani eshitildi, biroq javob eshitilmadi. Chunki xuddi shu payt fonarcha birdan yonib, Pelening yuzini yoritdi. Pele o'rnidan sapchib turdi. Beten qichqirib yubordi. Biroq shu zahoti qattiq kulgi va dahliz tomonga ketayotgan oyoq tovushlarining dupur-dupuri eshitildi. Yorqin nurdan ko'zlari qamashgan Beten bilan Pele hech nimani ko'risha olmasdi. Biroq ular parda orqasidan chiqayotgan kuchli qahqahani eshitishardi.
Bu bezori ukamning ishi, dedi Beten. Hozir bir ta'zirini berib qo'yayki, Mittivoy bo'lsa qotib kulardi. Bo'lmasamchi, u seni albatta o'padi, deb qichqirdi u. Nega endi seni o'pmas ekan? Beten hammasini ham o'paveradi, bu aniq. Keyin gursillagan tovush eshitildi. Unga yana qahqaha ulanib ketdi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, deb shivirladi Karlson. Qochayotganlarda qoqilib polga gursillab yiqilib tushishgandi. Mittivoy o'zini tutishga urinib kulgusini arang tiydi. Karlson uning ustiga yiqilib tushdi. Mittivoy o'z oyoqlarini Karlsonning oyoqlaridan ajratolmay qoldi. Beten ularni bemalol ushlab olishi mumkin edi. Shuning uchun emaklab qochishga majbur bo'lishdi. Beten endi ushlayman deganda ular jon holatda Mittivoyning xonasiga o'zlarini urishdi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, deb shivirladi Karlson adyol tagida. Uning kichkinagina kalta oyoqchalari xuddi nog'ora tayoqchasiday polda do'ppillab yurardi. Tomda yashovchi Karlson dunyodagi eng zo'r chopag'on, deb qo'shimcha qildi u nafasini rostlab. Mittivoy ham juda tez chopa olardi. Hozir ayni xonasi edi. Ular Beten ostonaga yetganda eshikni shartta yopib, arang qulflab qolishdi. Karlson shosha-pisha kalitni buradi-yu, xursand bo'lib kulib yubordi. Beten bo'lsa kuchining boricha eshikni do'ppillatib taqilladi. Shoshmay tur, Mittivoy, hali qo'limga tusharsan, deb qichqirdi Beten jahli chiqib. Har holda meni hech kim ko'rgani yo'q-ku, deb javob berdi Mittivoy. Eshik orqasidan Betenning qulog'iga yana kulgu eshitildi. Agar Beten bunchalik xunob bo'lmaganida bir emas, ikki kishi kulayotganini eshitgan bo'lardi.